Hürmetli vatandaşım, leksiyemizin devamına başlayımız. Bu leksiyemizin mavzusu ağzın hezib oldu. Şinjan gazetinin sabık baş tahriri, merkezin siyasetlerini halığançı muhakeme kılganlığı için partiyadan qoğlap çıkarıldı. Mavzulu haber 11. ayının 2. gün BBC'nin Xitay til programı ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Şinjan Gazete Parti Grupasının sabık sekreteri, baş tahriri, Gazetxanın muavin başlığı Zhao Xinhui, siyasi intizamı ve siyasi tertipki eğir xilaplık kılganlığı ve merkezden siyasetleri doğrusunda kus paran kılganlığı ve aşkara ve muhakeme kılganlığı için partiyadan hizmet eden qoğlap çıkarılıp adliye organlarının bir taraf kılışıga tapşırıldı. Zhao Xinhui merkezden ve Abdunum Raylık Partikomunun Şinjan hizmet doğrusunda orullaştırıştırığı talep aşkarı koyuştırığı ve orullaştırış taleplerine uçuktan uçuk karıştırıp, merkezden ve Abdunum Raylı'nın ahbarat hizmet orullaştırışıga, kararlarına kasten xilaplık kılganlığı için milli bölgünçilikke, zoravan teröristlağa, dini radikalistlağa karıştırıştan ibaret prinsipalı meselelerde merkez ve Abdunum Raylık Partikom bilen gepi birdek bolmagan. Şoňa partiýadan qoğlap çıkırılgan, hizmet orundan haýdalgan. Zaman özgermekte vatandaşım. Demek Şinjan Uygur Abdunum Rayonida, Xitayning tilida, rahbarlik qatlamidagi bir kishi, yani Zhao Xinhui degan adam Xitayning yoki merkezning belgilagan 3 xil kuchlar, terroristlar, diniy radikalistlar, bölgünçilerge qarshi turish siyosatini bu kishiga qanday tanqid qildi, lekin matbuotda oshkora bir narsa demadi. Bu kishi buning qanday xiloflik qildi? Matbuotda oshkora bir narsa deyilmadi. Bu kishi markazda nima uchun qarshilashdi? Milliy siyosat bo'yicha qarshilashdi. Bu bir yangilik. Hozirgacha aytganda Xitoy ko'chmanning har qanday bir Xitoy ko'chmanlarining Abdunum rayoniga ya Şinjanga kirib kelishi, yerlashganligi, yerda yashaganligi va hokimiyatni tartib elib bu yerda Uyg'urlarning hokimiyatini sirti qeqib chiqarganligi va ko'chmanlar hokimiyatni qurib chiqib shu hokimiyatning Şinjanga Uyg'uriston hukmronlik qilganligidan iborat mush jarayonda hech qachon bir Xitoy siyosiy jihati yoki unda xatolik yoki bunda xatolik o'tkazilib boqqan emas. Hech qachon bir Xitoyning siyosiy jihatda millat masalasiga oid siyaset meselesi de, milli siyasetke ait siyaset meselesi de bir Xitoy xatolashdi yoki Uyg'urlarning tarpib turdi, yoki Xitoyning navbatdagi milliy siyosatini tanqid qildi, yoki Xitoylar Uyg'ur bilan bir maydonda turdi degan narsa chiqqan emas. Bu tuyuqsiz Zhao Xinhui degan odam o'ttirg'i chiqib, hozir Xitoyning yoki atalmish markaziy komitetining millatlar siyosati radikalisi bu degan gaplarga to'g'risida buning bir prinsip, siyosiy prinsip xilop qilganligining derdisi zaten qayadan qayagacha bilmasakmi, lekin bir Xitoyning o'ttirg'i chiqib, ama shundaq millatlar siyosatini, Xitoyning navbatdagi millat siyosatini tanqid qilishini biz qarshi olamiz, albatta vatandoshlarimiz qarshi olamiz. Biz bu kishilarni haqiqiy ma'noda demokratik Xitoylar deyishga bo'ladi. Daha boshqa chet ellarda yurayotgan demokratik Xitoylarmi millat siyosat to'g'risida bir narsa degani yo'q hozirgacha. Lekin vatanda hozir bizning vatanimizda mustamlika bo'lib turgan vatanimizda hozir bir Xitoyning o'ttirg'i chiqib, markaziy hukumat belgilagan Şinjan to'g'ri siyosatlarga xiloflik qildi yoki qarshilik qildi yoki tarsoqlik qildi yoki ijro qilmadi yoki tashviq asosida buni tanqidlashni o'rinlashtirishni rad qildi deydigan gaplar o'ttirg'i chiqmasmi, Zhao Xinhuining tuyuqsiz o'ttirg'i chiqib, millat masalasida xatolik o'tkazganligi, milliy siyosat masalasida xatolik o'tkazganligi biz Uyg'urlar qarshi oladigan bir masaladir.